Assalomu alaykum, ilmga yo'l kuzatuvchilari. Bugun biz navbatdagi podkastimizni boshladik. Bugun bizni mehmonlarimiz Xurshida va Ozoda. Kelinglar, birinchi sizlar bilan tanishib olaylik. O'zinglar haqida qisqacha gapirib bersanglar. Men ismim Xurshida, familiyam Qurbonboyeva, yoshim 14 da va sıfırdan bitta natijani qo'lga kiritganman. Men ismim Ozoda, 9-sinfda o'qiyman. Bitta sertifikatini qo'lga kiritdim. Xo'p. Qachon olgansizlar sertifikatni? Hali biz o'rtada anchagina vaqtda intervyularimiz chiqmagan. Bu o'quvchilarimiz sertifikat olganiga biroz vaqt bo'lgan. Xurshida, siz qachon olgansiz? Sentyabrda topshirganman, natijam oktyabrda chiqqan. Sentyabr, oktyabr oylarida. Sizda? Men dekabrda topshirganman, yanvarda chiqqan natija. Bundan siz oxirgi o'quvchilarimizdan. Fevral oyida ikkita natija chiqqan. Undan oldingi topshirgan o'quvchilar orasida siz bo'lgansiz. Xo'p, kelinglar oddiy savollardan boshlaylik. Birinchi o'sha har doim beriladigan savollar: qancha vaqt tayyorlandingiz? Hatto birma-bir gapirib bitirsangiz bo'ladi. Sen birinchi gapir. 3-4 sinfimda ingliz tilini o'rganishni boshlaganman, lekin men bunaqa sifir yoki alt shunaqa narsa nimaligini bilmaganman. Faqat grammatikadagi zamonlar o'rganib yurganman. Keyin bu markazga shu yerga kelganimda sifirni o'ziga 1-2 oy tayyorlanganman. Undan oldin sifir nimaligini umuman bilmaganman, tushuncham bo'lmagan. 1-2 oy tayyorlanib keyin topshirib olganman. Faqat grammatika tayyorlanib yurgansiz? Faqat grammatikam, lug'atim bo'lgan, lekin sifir haqida ma'lumotim bo'lmagan. Xo'p, biron bir to'garak yoki repetitorda tayyorlanganmisiz, o'zingiz tayyorlanganmisiz? Boshqa markazda tayyorlanganman. Keyin bu yoqqa 1 yil kelganman. Keyin o'sha 1 yil ichida olganman. Bizda ham 1 yil o'qiganmiz? 1 yil o'qiganman, lekin sifirda 1 oy o'qiganman. Grammatikaga o'qigansiz 1 yil. Tushunarlisiz. Men 7-sinfda boshlaganman ingliz tilini o'rganishni, lekin oldin sifir haqida ma'lumotga ega bo'lmaganman. Shu yerga kelib, sentyabrdan boshlab sifir o'qishni boshladim. Shu oxirgi sentyabrda boshlagansiz. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabrda topshirgan bo'lsangiz, dekabr nechisida topshirgansiz? 14. 3,5 oylar tayyorlangansiz. Endi qiziq savol endi boshlanadi. Grammatika tayyorlanib yurgan o'quvchining ba'zisi bo'ladi. Birinchi boshqa savollarni boshlay. O'zi nima uchun kam vaqt tayyorlangansizlar demoqchi edim-da. Bundan oldin sifir bilan tayyorlanishni, grammatika bilan tayyorlanishdan nima farqi bor? Faqat grammatika bilan writing yozish mumkin, lekin reading listening qilish grammatika bilan juda to'g'ri kelmaydi. Chunki ularning o'zining metodlari boshqacha-ku. Demak, grammatika tayyorlanayotgan odam baribir sifirga alohida tayyorlanish kerak. Ustoz bilan birga tayyorlanish kerak. O'rganib reading listening. Sifir qancha vaqtni amal qiladi? 2 yil. Siz haligani topshirasiz demak. Sentyabrda topshiraman. Kelayotgan sentyabrda. Xo'p, yaxshi. Savol: nega siz 7-sinfda topshiryapsiz? Nima uchun bunchalik oldin topshiryapsiz sifirga? Birinchisi, ota-onam topshir deyishgan. Topshirib bilmay sinab ko'r, anchadan beri ingliz tilini o'rganyapsan, bilmay darajangni bilmoqchimiz deb topshirishgan. Sizdachi? Menda ham shunaqa. Asosiy sabab prosta oldindan imtihonga tayyorgarlik ko'rish. Keyingi safar imtihon kirganingizda oson bo'lish uchun. Asosiy maqsad IELTS yoki IELTS ga bittasi nima qiladi? Yo'q, martda sifirga qayta topshirganman, C1 uchun. Keyin C1 olgandan keyin IELTS o'qiyman. Bundan endi C1 dan keyin IELTS ga harakat qilasiz. Kelajakdagi ingliz tilini sizlarga kerak bo'layotgan tomoni. Chet elda o'qishga kirish uchun. Demak, siz O'zbekistonda topshirmaysiz? Chet elda o'qimoqchiman. O'shancha ingliz tilini o'rganyapman. Qayerda? Hali qayerdaligini o'ylab ko'rmadim, lekin IELTS olgandan keyin o'ylab ko'rmoqchiman. Sizchi? Til o'rganish uchun. Xo'p, mayli, savolingizdan javobingizdan kelib chiqib beraman. Nima uchun ingliz tili? Global til hisoblanadi. Ko'p davlatlarda shu tilda odamlar gaplashadi. Chet elga ketish uchun, o'qishga kirish uchun shu tilni tanlaganman. Aynan qayerda o'qishda hali reja qilmagansizlar. Siz ham chet elda o'qimoqchimisiz? Ingliz tilini o'zingizlar tanlaganmisizlar yoki kimdir sabab bo'lganmi ingliz tilini tanlashingizga? O'zim tanlaganman men. Siz 4-sinfdan boshlaganmisiz? Demak, menimcha 4-sinfdan ingliz tilini boshlash uchun faqat o'zingiz qiziqishingiz bo'lmagan. Yo'q, men o'zi qiziqmaganman ingliz tiliga. Keyin uydagilarim ingliz tili global til bo'lyapti, hamma joyda talab qilinadi deb 4-sinfimda to'garakka berishgan. Uydagilar sababchi bo'lgan ingliz tiliga kelishingizga. Keyin shuni ketdan chet tilga qiziqish paydo bo'ldi, chet tilda o'qishga.
Yaxshi. O'zi kim bo'lmoqchisizlar? Kelajakda. Nasibdan bironta. O'qituvchi, gid bilmadim yoki kasb kelajakda qaysi kasbni egallab? Men kelajakda tarjimon bo'lmoqchi. Tarjimon. Siz? Ha, o'ylab ko'rganman. Hali kasb emas sizda. Darajalar haqida gaplashaylik. Qaysi skillda qanaqa daraja chiqqan, natija chiqqan? Menda eng balandi speaking chiqqan 63. Bizda Endi listening chiqqan 56. 56. Speaking bilan listening. Men bilishim bo'yicha oldin o'zimizda seferga tayyorlanayotgan o'quvchilar reading bilan writingga ko'proq tayyorlanardi. Oldinlari. Sizlar tayyorlangan vaqt qanday edi? Biz ko'proq reading listening e'tibor berganmiz, chunki speaking bilan writingni xato baholash ham mumkin. Chunki ular odam baholaydi, lekin reading listeningda apparat baholaydi. Umuman hech qanaqa xolis baholanadi. Shuni hisobiga reading bilan listeningga ko'proq e'tibor berish kerak. Sizda qaysi baland chiqqaningiz? Speaking baland chiqqan. Lekin speaking bilan chiqqan. Speakingga alohida tayyorlanganmisiz yoki imtihonni bir oy oldin speakingga to'g'ri juda ko'p boshqa skilllarga qaraganda o'shanga e'tibor bermaganman, lekin speakingga tashlab qo'ymaganman-da. o'zingizda ham speaking kuchli bo'lgan. Sizchi? Men ham ko'proq reading bilan listening e'tibor berganman. Asosiy imtihondan keyin speaking tayyorlanishni boshlagan. Lekin listening bilan chiqqan. Xo'p, qaysi skill sizlar uchun qiyin? Writing men uchun. Reading. Nega writing? Ideya kelmay qolishi mumkin, vaqt yetmay qolishi mumkin. Writing bu essay yozish to'g'ri? Writing imtihoni bitta bosqich bo'ladimi? O'sha 3 soatli imtihon ichida. Qaysi imtihonlar bir nechta bosqichda o'tadi? Reading adashmasam. Reading, listening, writing main exam bo'ladi. Speaking keyin 3-4 kundan keyin yoki o'zi vaqt belgilab bersa, o'sha vaqtdan keyin speaking bilan. Yo'q, task 1, task 2 deyiladi. Task Readingdan tushunasizmi? writingda. Writingda. Writing bunday o'yinda bir nechta bosqichda o'tadi shu. Task 1, task 2 lar bo'ladi. Nechta nima bo'ladi? Tasklar bo'ladi? Task 1, task 2, task 2. Xo'p, hammasida har xil savol bo'ladi, o'zingizlardan kelib chiqib yozish kerak edi. Readingda oddiy o'qish, pastda savollar bo'ladi. 5 ta partga bo'lingan reading. Qanaqa? Birinchisi part 1 gut feeling hisoblanadi. Unda 6 ta matn ichida 6 ta bo'shliq bo'ladi. O'sha bo'shliqni matn ichidagi so'zlar bilan to'ldirishimiz kerak. Yana-chi? Keyin part 2 reklama bo'ladi. Birinchi boshida A dan J gacha bo'lgan harflar beriladi, keyin bu yerda raqamlar beriladi. O'sha harflarni reklamalarga moslab to'g'rilab chiqish kerak. Keyin part 3 heading ham part 2 ga o'xshab ketadi, faqat u ilmiy bo'ladi. Lekin part 2 oddiy, oson, ko'chadagi reklama, e'lon shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Part 4 multiple choice, true false not given. Matnni o'qib, matn ichidagi savollarga javob berish. Part 5 4 ta gap feeling bo'ladi. U ham xuddi part 1 ga o'xshab, faqat matnning ichidan topiladi. Keyin 34-35 savollar, ular ham xuddi part 4 multiple choice deb belgilanadi ABC. Listening-chi? Part 1 8 ta savol bo'ladi. 3 ta variant bo'ladi. O'sha 3 ta variantni ular anovi boshini aytadi, biz davom ettirishimiz kerak. Listeningda. Part 1da 8 ta savol shunaqa bo'ladi. Masalan, baxtga qarshi men litsenziya mashina haydash uchun litsenziya ola olmadim deydi. O'sha dialogda, keyin o'sha dialogda bu yerda 3 ta davomini beradi. O'sha davomini biz topishimiz kerak. To'g'ri, davom ettirilgan variantni topish kerak. U listeningda men qanday tasavvur qilardim? Listeningda polniy nimadir o'qib beradi, keyin bu yoqda o'sha gapirilgan monolog yoki dialogda testlar yechiladi o'ylayman. O'shanaqasi ham bor. Endi 6 ta qismga bo'lingan listening. 6 ta partga. Qanday partashning gap beradi? Part 2 gap feeling bo'ladi, aytib ketadi, bo'shliqni to'ldirib qolishimiz kerak. Gapirib ketayotgan joyida to'ldirib. Katta matn beradi, matnning o'rtasida xuddi part 1 readingda faqat u o'qib beradi. Katta matn ichida mana bunaqa chiziqchalar bo'shliq bo'ladi. O'sha bo'shliqni biz topib yozib olishimiz kerak. Hop. Part 3. Part 3 speaker bo'ladi. 3 ta speaker bergan bo'ladi. Bu yerda gaplar turgan bo'ladi. Birinchi speakerda aytadi, o'sha harflarga qarab moslashtirib chiqasiz. Hozir tushundim.
3 emas 4 ta bo'ladi speaker. Hop, 4 ta speaker. Ular nimani gapiradi? Masalan, bironta voqea bo'lib o'tadi, kimnidir janozasi yoki o'shanga o'xshagan narsa bo'lib o'tadi. Tanlagan mavzusida kimdir janozasi. Keyin piyoda o'shanaqa ABC qilib nima haqida Hop, gapirib o'tadi. Bunisini sen tushuntir. Misol keltirib tushuntirib. O'sha gapirib o'tadi, biz o'shani topib olishimiz kerak. Nima haqida gapirayotgandim? Nima haqida gapirayotganini bu yerda uzun qilib bitta gap qilib berib qo'yishadi, biz topib olishimiz kerak. Endi tushundim. Ular tipa 4 kishi gaplashaveradi. Biz nima mavzuga tushayotganini topishimiz kerak. Masalan, kasb bo'lishi ham mumkin. Sportsmen bo'lsa, o'sha birinchisi speaker o'rnida sportsmen haqida gapiradi, o'shani topib olishimiz kerak. Lekin o'shani chalg'itib ketishi ham mumkin. O'qituvchilikka o'tib, o'sha chalg'imasdan o'shani topib yozib olishimiz kerak. U faqat ana emas ekan-da. Mantiqqa ham bog'liq bo'ladi. Kalla ham bo'lishi kerak ekanda, faqat ingliz tili emas degan. Hop, part 4. Part 4da map tushadi, xarita tushadi, keyin pastda 6 ta savol bo'ladi. Xaritani ichida harflar qo'yilgan bo'ladi. O'shalar aytadi, siz topib o'shalarga moslashtirib yozishingiz kerak. Xaritada nima joylarni aytadi, biz topishimiz kerak. Qayerda Harflar qo'yilgan bo'ladi. Aha. 5-part. Ekstrakt bo'ladi. Oddiy tipada savol berishadi, bitta savol, keyin 3 ta variant berishadi. O'sha qaysi variant haqida gapirayotganini biz topib olishimiz kerak. Eng qiyin part hisoblanadi ekstrakt, chunki uchalasi juda uzun C1 darajada beriladi. 3 ta variant ham aytadi, lekin qaysi biriga urg'u berayotganini topib olishimiz kerak. Bu yerda ko'proq however, because, therefore shunga o'xshagan so'zlarga e'tibor berishimiz kerak. Zidlab ketishi mumkin-da. Buni ham o'zim tushunmayman. Qanday bo'lishini hozir tushunmayman. Sen tushunmayman. O'zinglarnikini aytib beraylik. Nima tushganini? Esimizda yo'q. Hamma ekstrakt qiyin bo'ladi deyishgan, lekin menda ekstrakt oson tushgan. Juda savollar uzun emas, qisqa. Pet uy hayvonlar haqida tushgan ekstrakt oddiy edi. Okay, pet hozir kimdir pet haqida gapiryapti. Masalan, oddiygina savol beradi. Masalan, Emma qanaqa uy hayvoni bor desa, bu yerda oson tushuntiryapman, lekin unaqa oson tushunmay, Emmani qanaqa uy hayvoni bor deydi. A'da aytadi, kuchugi bor deydi. B'da aytadi, mushugi bor deydi. D'da aytadi yoki boshqa hayvonni aytib ketadi. U bu yoqda o'zini hayvonini ta'riflab berayotgan bo'ladi. Ta'riflab beradi. 3 ta hayvonni ham aytadi. 3 ta hayvon bunaqa deydi, lekin bitta hayvon qaysi hayvon borligini topib olishimiz kerak. 6-part. 6dan Part 6 ham xuddi part 2 dek bo'ladi, lekin part 6 C1 daraja tushadi, juda qiyin aytadi, tez aytadi. Gap feelinglarni to'ldirib ketish kerak. Listening qiyin ekanda. Speakingda faqat suhbat bo'ladi. Speakingda kimdir sizlarga savol beradi, faqat javob berib turishingiz kerak. Bu kompyuterda. O'sha kompyuterda savol beradi, javob berib turishingiz kerak. Alisda 100 bo'ladi. Seferda 100 bo'lmaydi. Faqat kompyuterda. Xo'p, eng qiyini o'sha listening ekanda bo'lmasa. Biz adashmasam markazda dekabrda yoki yanvarda speaking bilan listening yo'q. Listeningga urg'u berish boshlandi. Undan oldin reading bilan writing edi. Katta eslayotgan bo'lsam, yana men bilmayman. Darsda to'liq qatnashayotganim yo'q. Oxirgi o'quvchilarimiz ham reading bilan writingni yaxshi topib chiqqan. Mana endi speaking bilan listeningni yaxshi topgan o'quvchilar bilan kelishib qilyapmiz bunday. O'tgan safargi kichkina chiqqan videomizda, short videoda hamma reading bilan writingdan yaxshi topib chiqqan edi. Ular ham yanvarchilar edi. Skimos. Speakingda mayli, speaking haqida gaplashaylik. Speakingda nimalarga e'tibor berish kerak yaxshiroq dam olish uchun? Pronunciation, fluency, lexical resource. Endi o'zbekcha ayting. Talaffuz, ravonlik, keyin topic vocabulary, ya'ni o'sha mavzuga tushadigan lug'atlarni yodlash. Berilgan savolga ko'proq aniq javob berish kerak berilgan savolga. Bu yerda ko'p gapirish qanchalik muhim parolda? Yoki vaqt chegaralangan parol? Alisdachi? Alisda chegaralangan. Nega ko'p gapira olmaslik kerak? Aniq mavzu haqida qanday tushunarli gapirishdami gap?
Masalan, ba'zi o'qituvchilar aytadi, aniq javob berma deydi. Part 1 deydi, gapni aylantirib kel deydi. Keyin o'sha tekshirayotgan odam senga qiziqib qoladi, balandroq ball qo'yadi. Unaqa bo'lmaydi. Birinchi savol beradi, o'sha savolga aniq javob berish kerak. Keyin qolganlar aytiladi. Gap aylantirilsa, u yodlangandek bo'lib qoladi yoki noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Speakingda shablonlar bo'ladi-ku. Nimadir shuni? Qoliplar speakingda tushadigan savollar shunchalik ma'lummi? Ha, savollar qaytib kelishi mumkin-ku. Shunda yangi savol topilmaydimi? Topiladi. Endi biz o'sha savol turini bilamiz-da. Aniq qaysi savol tushishini bilmaymiz, qanaqa savollar bo'lishini bilamiz. Qanaqa turdagi savollar bor? Speaking part 1 da, part 1 da personal shaxsiy savollar beriladi. O'zimizga tegishli bo'lgan. Shaxsiyatga tegishli bo'lganmi tipi? Yoki juda ham o'zingizning shaxsiyatingizga emas, endi yolg'on gapirishingiz mumkin. Xohlaganingizcha yaxshi ko'rgan rang, hobbi, o'qituvchi, shunaqa narsalar. Qanaqa uy hayovoning bor? Qayerda yashaysan? Senga davlating yoqadimi? O'zing shahringda nimalar yoqadi? Shunaqa savol. Yaxshi ko'rgan ovqatlaring, keyinchi? Keyin part 1 va 2 bo'ladi. Ikkita rasm berishadi, bir-biriga o'xshab ketadi. Ikkita rasm tasvirlab berishimiz kerak. Birinchi rasmda bunaqa atmosfera berilgan, ikkinchi rasmda bunaqa atmosfera berilgan deb. Ikkalasini ham alohida tasvirlash kerak. Masalan, bittasi online education bo'lsa, keyingisi offline education bo'ladi. Biz ikkalasini qiyoslab, compare qilib, keyin o'shalarni yaxshi va yomon taraflarini aytib ketishimiz kerak. Keyinchi? Keyin part 2 ko'pchilik o'quvchilar part 2 da qiynalishadi, chunki ularda 2 daqiqa davomida gapirishimiz kerak. Ko'pchiligi idea yetishmovchiligi. Keyin part 2 ga chiqqanda qolib bo'lmaydi-da, qolibsiz 2 minut gapirish juda qiyin hisoblanadi. O'shaning uchun ko'pchilik qo'rqadi. Nimaga qolib bo'lmaydi? Yo'da qanday savol bo'ladi? U yoqda deyarli na o'zingizning hayotingizga na shaxsiy bo'ladi, na global bo'ladi. Masalan, menga hech ko'ngilli ishlarda qatnashganmisiz degan savol tushgan. Qanaqa ishda? Ko'ngilli ishlarda, volunteering work. U yoqdagi tushayotgan savollar turi ma'lum emasmi? Har xil tushib qolishi mumkin. Masalan, kimgadir ko'ngilli ish tushsa yoki mana bunaqa anoyam bor. Sen kimnidir sirini kimgadir aytganmisan, kimgadir hayotingda yordam berganmisan yoki yosh bolaga qaramganmisan, o'shanaqa. Yo'qqa qolib bo'lmaydi dedingiz-ku. Nimaga? Endi qanaqa tushishini bilmaymiz-ku. Masalan, biz kimnidir sirini bo'lishganimizga qolib yodlab borsak-da, u yoqqa borsa ko'ngilli ish tushib qolsa, ikkalasi o'rtasida farq bor-ku. Part 1 da o'zingizga tegishli savol tushadi. O'zingizga tegishli savollarni unda mavzusi bor-da, to'g'rimi? U yoqda mavzu yo'q. Qanaqa tematika tushishini bilmaysiz. Tushunarli. Yana-chi? Keyin oxirgisi part 3 global tushadi. Ya'ni butun dunyoda bo'layotgan savollarni berishadi. Yaxshi. Speakingni kuchaytirish uchun nima qilish kerak? Kimda g'oya bo'lsa, sample o'qish kerak. G'oya yo'q bo'lsa, ko'proq sample o'qisa, ko'proq idea keladi. Yoki ko'proq topic vocabulary yodlash kerak. Keyin podkastlar yoki o'shanga o'xshagan narsalar eshitsa, storylar eshitsa, pronunciation bilan fluency yaxshilanadi. Sizlar podkast ko'rmagansizlar. Siz o'zingiz qanday kuchaytirasiz? Yoki oldindan shuni bir oy tayyorlangan bo'lsangiz, men shunga ham qiziqib ketdim. Men boshqalarga tayyorlanmaganman, faqat bir oy davomida part 1, 2 ta, 3 ta savolga kuniga tayyorlanib yurganman. Keyin hammada speakingda keyin men ekzamendan keyin vaqt beradi-da, kamida 4 yoki 5 kun vaqt berish kerak. Menga umuman vaqt bermagan. Bir kun ham vaqt bo'lmagan. 6 soatlik vaqtim bo'lgan. Safar dekabrda menimcha juda ko'p cho'zilib ketdi-yu. Imtihon qachon boshlandi? 14-dekabrda berilgan men asosiy imtihonim, keyin 7-yanvarda tushgan speaking. Juda ko'p uzoq vaqt ketdi. U nima yangi yil hisoblangan? Siz qancha vaqt tayyorlandingiz speakingga o'ziga? 14-sentyabr kuni abitdan keyin imtihonim abitdan keyin bo'ldi. 15-sentyabr abitda speaking imtihoni bo'ldi. Bir kun ham vaqt yo'q edi o'rtada. Shunday asosiy imtihonimdan kelib, keyin ertasi kuni speakingga ketdim. Shunda qancha vaqt tayyorlandingiz speakingga? O'rtada vaqt bo'lmagan, oldin tayyorlangansizmi? Oldin tayyorlanganman, keyin bu yoqqa keldim, ertalab kelib 2 soat, 3 soat speaking o'qituvchilar bilan speaking qildimda, keyin ketdim imtihonga. Ora-oraga tayyorlangansiz, demak. Yaxshi. Speakingga aytaylik, men faqat o'zim to'g'risida aytaman, savol beraman. Qolib, sample yoki template'larni yodlamasdan, ko'rmasdan turib, mana o'zimni so'z boyligiga ishonib borib topshirib kelsam bo'ladimi speaking?
yaxshi olishim mumkinmi? Men shunday qilganman. Qolib yodlaganman. Faqat part 3 uchun yodlaganman. Keyin yoqqa borganda qolibim hayajondan esimdan chiqib ketgandan keyin o'zim gapirib chiqaman hammasini. Siz demak o'zingizda bo'ling. O'zingizni speakingingiz normal bo'ling. Bir oy ichida barcha tayyorlash mumkin emas. Oldindan pronunciationingiz qanaqa? Yaxshi pronunciation bilan fluency yaxshi bo'lgani uchun ham baland qo'yishgan. Uni qanday rivojlantirgansiz? Uni qanday kuchaytirgansiz? Bizning support teacherimiz qo'shimcha speaking darsi o'tib berardi. Fluency va pronunciationni qanday qilib oshirish uchun chiroyli qilishni o'rgatardilar. Bu yoqqa kelishingizdan oldin qanday bo'lgan pronunciation sizda? Bu yoqqa kelishimda umuman speaking hech qanaqa ma'lumotim bo'lmagan speaking haqida. Shu yoqqa kelganda bilganman speaking nimaligini. Siz bir oy ichida nimaga tayyorlandingizmi qarang? Men shuni tushunmayapman. O'zi men sifr imtihoniga may oyida topshirishim kerak bo'lgan, lekin topshira olmaganman. Hujjatlarim o'tmagan, keyin sentyabrda topshirganman. Demak, bir oy tayyorlanmagansizlar. Yo'q, iyun oylarida uncha imtihonga e'tibor bermaganman. Keyin avgust oyida ustozim bilan uydagilarim registratsiya qilib kelishdi, topshirasan deb majburlashdi, keyin topshirdim. Necha grammatika o'qiyapsiz? Men grammatika o'rganib, shu o'yin klubga qilib yurganman. Avgustda boshlagansiz. Keyin avgustda haqiqatan o'qishni boshladim. Mayda qanday qilib o'tmoqchi edingiz? Mayda topshirmoqchi bo'lganman, lekin mayda topshirgandim ololmay ichidan. Sifrga tayyorlamagan bo'lgansizda? Sifr haqida uncha ma'lumotim yo'q. Umuman writing nimaligini, speaking nimaligini bilmasdan topshirmoqchi bo'lganman. Shunda bir oyda ichida necha chiqqan dedingiz? 57. Speaking. Yo'q, 63. 63. C1 bo'lishni necha bo'lish kerak? 65. Speaking darajangiz почти C1 ga yetib borgan. Bir oyda ichida. Qolgan anavilarchi skilllar? Listening 55, reading 58, writing 53. Aqlimga sig'mayapti-da bunday katta natija qilish qisqa vaqt ichida. Chunki kam tayyorlanib bunday katta natija qilgan o'quvchilar kam. Bunga sabab ba'zan kuchli bo'lgan. Avvaldan grammatikam bo'lgan, keyin yozda maktab bo'lmagan, maktab yopilgani uchun ertalabdan kechgacha shu yoqqa kelib o'qirdim. Necha soat shug'ullangansiz kuniga? Ertalab 8 ga shu yoqqa kelardim, kechqurun 8 ga ketardim. 12 soat. Obed chiqamiz. Tak. Kuniga 10 soatdan shug'ullangansiz, 2 soat obed tayyorlashdan. Keyin uyga borib ham shug'ullanganmiz kechqurun bilan. Ana o'qishning natijasi ko'ryapsizlar. Xo'p. O'zida reading ham bilan chiqqan. Qanday? 53 baland. Qasam, 53 bitu. 51 bo'lish kerakmi? Bio 51 bitu, 50 bio. 51 dan oshsa bitu. Boshqa skilllar qanday chiqqan? Writing past chiqib qolgan, qirib chiqqan, vaqt yetmay qolgan. O'ylash uchun. Keyin speaking 50 chiqqan. Reading 53 chiqqan, listening 56. Overall? 51. Normal. Nimaga? 51 dan olib yurganlar bor. Nechinchi marta imtihon kirishdinglar? Birinchisida. Sizgami? Bo'lishdan 3 marta kirib olganlar bor. 3 marta kirib bitib olib maqtan yurganlar bor. Xo'p, natijalar hozirgi olgan natijalar o'zingizlarga qanaqa ta'sir qildi? Natija chiqqan payt qayerda edingiz? Uydami? Shu. Qanday bo'ldi reaksiya? Natija chiqdi, xo'shlikka bo'lib berdimi? Qanaqa sizda reaksiya bo'ldi o'zingizlar natijalarga nisbatan? Kutmagandim, men bitu chiqqan, B1 chiqadi deb. Shokka tushdim. B1 chiqadi deb o'ylagansiz. Xo'p, bitu chiqdi. Ana shu narsani so'rayapman-da. Sizda? Meni umuman 57 olaman deb o'ylamadim. Xo'p, uydagilarda qanday reaksiya? Natijam chiqdi. Telefon qildim uydagilarga. Uydagilar bu natijani kutmagandi hali 9-sinfida. Ular ham xursand bo'lishdi. Maktabda qanday reaksiya? Zvezda bo'lib ketdik. Anchalar gaplar kerak. Zvezda bo'lib ketdinglar? Faqat o'zingizlar sinfinglardami yo? Butun maktab bo'yicha. Nimaga? Yoshliklarda o'rganganlar. Chunki 9-sinflar bo'yicha birinchi men oldimda, shuncha hamma shokka tushib hamma tarqaldi. Qaysi maktabda? Birinchi maktabsiz? 13. Bizning maktabimizda ko'pchilikda sertifikat yo'q edi. Keyin deyarli hech kimda yo'q edi o'sha vaqtda. Endi maktab ochilganida 11larda ham yo'q edi. Keyin men sentyabrda oldim. Maktabimizda o'sha yil hisobida birinchi natija meniki bo'ldi. Keyin direktorlarimiz chaqirishdi, tabriklashdi. Bizdan oldin bor maktabdagi tabriklab qo'ygan. Biz bir haftadan keyin bordik,
ertasi kun bor dedilar. Shu natija chiqdi, ertasi kun bor dedilar. Birinchi maktabga borib bizdan boshlagan. Yo'q. Sentyabr. Undan oldin bormaganmiz. O'zi maktab o'qiydi, boshlaydi-ku. Sizda qaysi nom past chiqqan skill? Writing. Nech chiqqan? 53. Sizda? 43. Writing. Nima uchun sizda writing shunchalik past chiqqan? Vaqt yetmay qoldi. O'zim ko'rmagan mavzum tushdi part 2da, shuncha o'ylanib yozdim. Imtihon payti vaqt yetmay qolgan. Tayyorgarligingiz qanday edi writing? Writingga har kun part 1, part 2 yozardim, lekin ko'p part 2 yozmaganman, shuning uchun part 2 qiyin tushdi menga. Qancha vaqt beriladi writingga? 1 soat. Sizga qanchalik vaqt yetmay qoldi? 1 soat yoki bilmagan mavzu tushgani uchun? Ham bilmagan mavzum tushdi, keyin ko'p o'ylandim. Yozuvim xunugida chiroyli yozishga harakat qilib. Yozuvda narsa ham qanaqa mavzu tushdi? Uyga vazifa haqida tushdi. Nega oson mavzu? Lekin yozib ko'rmaganman, shuning uchun menga qiyin bo'ldi. Sizda necha chiqdi? 53 dedingizmi? 53 bitta darajaga? Endi qolganlarni ichida past chiqadi. Bizda part 1, part 2, part 2 masada men eski formatda kirganman. Format qachon o'zgardi? Oktyabr oyida yangi format boshlandi. Men oxirgi payti eski format payti kirib olganman. Imtihon oldi sizlarni hissiyotinglar qanaqa bo'ldi? Birinchi imtihon qo'rqmadingizmi? Qo'rqamiz. Past chiqib qoladi. Qanday qilib sizlar o'sha qo'rquvingizga oldinglar imtihon payti? Biz imtihonimiz yozilgan 1da boshlanishi kerak degan. Men 1da kirganman, lekin imtihon soat 3da boshlangan. 2 soat o'sha xonada o'tirib hayajonim uyg'onib ketgan. Nimaga unday kechib qo'shmaydi? O'zi shunaqa bo'ladi, hamma o'quvchilar kelishini kutish kerak-da. 30 o'quvchi bo'lsa 30 ta odamni ham kutish kerak. 2 soat xonada o'sha xonada. Vaqti yetib kelganda boshlanib ketmaydimi? Hamma o'quvchilarni kutib, keyin ham agar kelishmasa boshlab yuboradilar imtihon. Birinchi hurmat qilib kutiladi hamma. 2 soatmi? 1 soat, 2 soat shunday bo'ladi. Men ertachi kirganman-da, o'zim imtihon 2da boshlanadi deyilgan. Men 1da kirganman, ertachiroq kiray deganman, keyin imtihon 3da boshlanadi. O'zi imtihonlarida o'zi 3 soat vaqt davom etmaydimi? Keyin 5-6da tugaydi-da. 3-4 soatdan keyin kelsa nima bo'ladi? O'quvchi. Yo'q, o'zi o'sha 3gacha, 2:30-3gacha kutiladi. Keyin agarda ham umuman kelmasa, boshlab yuboradilar imtihon. Imtihon davomida sizlarni eng hayajonlantirgan yoki qo'rqgan nima bo'ldi? Shu narsa? Qo'rqmagan ekansiz, o'zi? Va qo'rqdim dedingiz-ku. Kirgangacha qo'rqdingmi? O'sha kirgangacha qo'rqdim, keyin borayotdik, ovqatlanib kirdik birinchi, 8da boshlanishi kerak edi. Biz 8:30da bordik-da. Keyin qo'rqdik, tugab ketdimi, o'tib ketdimi deb. Keyin borsak, hali boshlanmagan ekan imtihon. Kirdik, o'tirdim, qo'rquvim yo'qolib qoldi. Kim bosdi? Men writingizdan chiqib ketdim. Yangi boshlayotgan o'quvchilarga nimalar maslahat berasizlar? Fevralda imtihonni o'quvchilar, fevralda topshirayotgan o'quvchilar o'zi ketdi. Bugun boshlanganmi imtihon? Kecha boshlandi. 3 kun shanba, yakshanba, dushanba. Martda topshirish kerak bo'lgan o'quvchilarga, aytaylik, martda topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga nimalar maslahat berasizlar? Ko'proq speaking bilan writing uchun ko'proq sample o'qish kerak. Ideyalar ko'p bo'ladi. Speaking bilan writing uchun. Reading bilan listeningga? Reading bilan listening ko'proq e'tibor berish kerak deyman. Chunki reading bilan listeningni ikkalasini 75-75 qilib qo'ysa, keyin writing bilan speaking 55-56 atrofida chiqsa ham sevmasa bo'ladi. Reading bilan listening osonroqmi? Ko'tarish osonda, speaking bilan writingga qaraganda. Chunki speaking bilan writingda ko'proq ideya bo'lishi kerak, o'zingizdan kelib chiqasiz. Shuning uchun qiyinroq. Maksimal bizda adashmasam ko'tarilgan 65 mi bo'lgan edi? 75 olgan readingni. Kim? Hasan. Qachon? Oktyabrda 75 dan 75 olgan. Anaqa darajaga so'mayapti. Rostdan. 75 dan. Overall 60 olgan. Faqat speaking 45 chiqqan. Qachon? Oktyabrdan? Oktyabr topshirgan, noyabrda chiqqan. Eng qizig'i 75 bo'layotgan bo'lsa nima uchun? Listening ham 65 mi 60 chiqqan. Oktyabr topshirgan, noyabr chiqqan natija. Ish quvvat fazil. 75, 62, 57, 45. Speaking shuni o'rgan ekanda. Speaking 50 bo'lganda 65 oladi.
speaking 50 bo'lganda 50 bo'lganda ham ololmay ichida Ha. 62 bo'lib qoladi, 62, 63 bo'lib qoladi. 49 bu hozir har 4 balliga 1 ball qo'shiladi overallga. Bunday deganda 20 ball ballam bo'lishi kerak. Meni speakingga bunda bo'lganda 66 oladi. 65, 66 oladi. Speakingga hozir 65 bo'lganda C1 oladi. Bu ikkita fan 75 qilsa baribir writing bilan speaking 55 chiqishi kerak. 75 qilganda ham writing 57 chiqqan, speaking hech bo'lmasa 48, 49 bo'lishi kerak. Maksimal ball nechi skilllarda? 75. Maksimal ball 75 mi? Hasan hozir readingda maksimal ball olgan. Buning uchun biz Hasan bilan intervyu qilmaganmiz. Indamay yuradigan baytlar. Men ko'rmaganman, to'g'ri? Men ko'pchilik o'quvchilarni ko'rmaganman. Okey. Ikkalangiz ham o'zi o'qiyapsizlar, to'g'rimi? Sizlarga hali gruppa berishmadimi? O'qituvchilikka. Yo'q, berishmadimiz, men olishni xohlamadim. Nimaga? Agar o'qituvchilik qilaman ham o'quvchilar ham o'zim o'qishim qolib ketishi mumkin. Mana siz hali yana ham aniqlash kerak. Bilmaganlar uchun bizada hozir baland natija olgan yoki endi juda baland natija emas, yaxshi o'qiyotgan o'quvchilarni biz asosiy o'qituvchilikka ham tayyorlab boryapmiz. Hozirda bizda bir nechta yordamchi o'qituvchi sifatida dars o'tib kelayotgan o'quvchilarimiz bor. Xo'p, dars o'tish sizni skilllaringizni oshiradi deb o'ylamaysiz? Oshiradi, lekin bitta ikkitasini oshirishimga qolganlar tushib ketadi. Ikkalasini olib kelish qiyin deb o'ylab men dars o'tishni xohlamadim. Hozir necha soatdan tayyorlanyapsiz bunga? Keyin 2 da kelaman, 2 dan 4 gacha dars, 4-6 ham dars, 6-8 ham dars, 6-8 keyin Vaqt bo'lmagan. keyin 8:30 da uyimga boraman. Keyin kechqurungacha dars qilaman. Lekin taklif qilishgan sizga. Speaking dars o'tish. O'tganman ham oktyabrda o'quvchilarga speaking. Ikkinchisi oktyabrda chiqqan natija so'ng. Keyin tashlab ketdingizmi, nima qildingiz? Yo'q, keyin oktyabrda o'quvchilarni speaking tayyorladim, ularni topshirtirdim. Keyin ustoz noyabrda ham o'quvchi bermoqchi bo'ldi. Keyin oktyabrda o'quvchilarga anaqa qilaman deb, speaking o'rgataman deb, keyin o'zim anolarim tushib ketdi, qolgan skilllarim, reading listeninglarim darslarga kira olmadim. Keyin noyabrda o'quvchi olmayman, o'qiyman deb dars o'tmadim. Tushunarli. Hali agar seva olsanglar keyin o'tishingiz mumkin. Mumkin. Yaxshi, unda xo'p. Biron bir foydali ma'lumot bera oldik degan umiddaman. Kelganingizga rahmat. Keyingi natijalarda ham bitta intervyuga uyushtiramiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar. Rahmat.